Hey, bu ham jonga tegdi-da. Voy, cho'chqacha. Ul. Bironta ham go'sht yezolmadim. Voy, kamera yo'qlabdi-yu. Barcha salom do'stlar, sizlar bilan Mirshotbek va mening yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun men go'sht izlab o'tirdim, lekin bironta ham go'sht izlolmadim-da do'stlar. Lekin o'sha yerda shashlik qilib pishirmoqchi edim-da, esiz. Bo'lmadi. Nima bo'lyapti? Qornim ochligiga to'g'ri yura olmayapmanmi deyman-da. Do'stlar, lekin yomon ham charchadim, lekin borib. Ertalabdan beri soat hozir voy bu 12 bo'lib ketdi-yu do'stlar. Bitta go'sht yeb olay. Do'stlar, bu yomon ham qizdirib o'tdi. Voy, chiq. Voy, qanaqa qilib chiqaman endi men? Voy. Mayli. Yaxshi ekan, shukr. Do'stlar, lekin men dam olmasam bo'lmaydi. Bu videoni mayli ozgina bo'lsam ham olaman. Keyingi videoni ko'proq olaman, iltimos. Shu videoni ham tomosha qilinglar. Men ketdim do'stlar. Unisi videoga tayyorlaninglar. Xayr.